Sen ovqat qilmaysanmi? Men ham sizga o'xshab hozir keldim. Birga keldik-ku darsdan. Tezsiz bir narsa yeylik. Open budjet yutvagan yog'imiz ham tugab qopti. Men senga tejab ishlatgan keyin open budjetgacha yetsin deganni. Osh qilaymi, chuchvara qilaymi? Men kasbingni qil, tezlashtir, zang'illat. Voy, Mana yakunlarim yozib beray. vaqtim yo'q. Bo'lmasa kursdoshimiz Dilnozaga aytaman 50 ming yozib beradi. Siz hali oilamiz rizqini ko'chadagi xotinlarga tashlamoqchimisiz? Bering. 70 ming. Kelishtiray. O'g'lim bor, qo'shnidan 4 ta kartoshka olib chiq. Aya, ularda kartoshka yo'q. Sen qayerdan bilasan? O'zi talaba bo'lsa, tuzni ham bizdan olib ishlatishadi-ku. Chalg'itmayman, men tezda ichmayman. Bo'lmasa ana masaladan ham yechib qo'y, qolib ketibdi bu. Hayotim, stipendiya tushsa bitta qo'yni olaylik. Bitta superkili ham olish kerak, stipendiya tushsa. Allo, ha, Guli, qalaysiz? Qanaqa guli? Abdurasulova Patochindagi masani so'rayapti. Voy, telefon qilganda ko'tarmagandim. Allo, Darsing tugaydimiz, ana? yozma ishlarim qoldi. Tezlashtirmani ham mustaqil ishim bu. Ha, ustoz Sattorova uyga oldimga diplom ishlarini yozib yotibdi. Oldiga kitob daftarlarni yig'ib olgan holi berib bo'shamaydi bu. Mayli, sog' bo'ling, aytib qo'yaman, telefon qiladi. Bu qanaqa yil? Hayotim, bu Timson kirlarni har doim shunday yuvaman. Yili ham, kapsulasi ham bor. Undan tashqari, umuman allergiya qilmaydi. Hididan atirgulli hidi keladi. Kirlarni yumshoq yuvadi va narxi ham unaqa qimmat emas. Malades. Aytgancha, tog'am telefon qilgandilar, mehmonga kelaman deb. Xo'p demadingmi ish qilib? Ha jiyanim, yaxshi o'tirsanmi? Senikiga mehmonga keldim.